Nima uchun biz bu dunyoga keldik, birodarlar? Hayotda maqsad faqatgina uylanishmi? Hayotda maqsad faqatgina chiroyli kiyimlar kiyishmi? Mening mavjudligimdagi maqsad o'zim uchun katta uy qurishmi? Biz bu yerda shuning uchunmizmi? Yoki men hayotga Alloh subhanahu va taologa qullik qilish uchun keldimmi? Alloh subhanahu va taolo sizni bu dunyoga qancha muddatga qo'ydi? Qisqa vaqtga keldik. Agar deylik Alloh sizga uzoq umr beradigan bo'lsa ham, qancha umr beradi? 80 yilmi? 90 yilmi? 100 yilmi? Keyinchi? Keyin esa ketasiz. Siz vafot etasiz. O'zingiz bilan nimani olib ketasiz? Nimani olib ketmoqchisiz? Allohga qasam, birodarlar, bu dunyo shunchalik qadrsizki, siz buni tasavvur ham qila olmaysiz. Alloh subhanahu va taolo sizni qisqa muddatga yaratdi. Uning yolg'iz o'zigagina ibodat qilishingiz uchun, ungagina duo qilishingiz uchun, uning dinini o'zingizning hayotingizga tatbiq qilishingiz uchun. Ikki narsa. Sizning bu dunyoda mavjudligingizning maqsadi ikki narsada. Dinni o'zingizning hayotingizga o'rnatishingiz va dinni dunyoga o'rnatishingiz. Hammasi oson. Mening ichimda din va din mening atrofimdagilarda. Mana shu hayotning ma'nosi. Aynan mana shu uchun siz bu yerdasiz. Allohga qasam, birodarlar, Alloh subhanahu va taologa farqi yo'q. Sizning qancha mablag'ingiz borligi Allohga qiziq emas. Qanday mashinalarda yurishingizni Allohga farqi yo'q. Qanchalik katta uyingiz borligi bilan Allohning ishi yo'q. Nechta yotoqxonangiz, lyuks xonalaringiz, granit mebellaringiz borligi Alloh uchun ahamiyatsiz. Alloh taologa bular qiziq emas. Bular dunyo matolari. وملعون ما فيها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam aytadilar: bu dunyo shunchalik ahamiyatsizki, shunchalik qadrsizki, shunchalik arzon achinarliki, Allohning nazarida bu dunyo shunchalik qadrsizki, u zot aytadilar: agar aslida bunday emas, lekin agar bu dunyoni Allohning nazdida qandaydir qadri bo'lganda, Alloh kofir insonga ichgani bir qultun suv ham bermas edi. Bir qultun suv ham hech bir kofirga ichgani bir qultun suv ham bermagan bo'lar edi. Shunday bir insonni tasavvur qiling. U Allohdan nafratlanadi, payg'ambardan nafratlanadi. U islomning dushmani, islomning ochiq va haqiqiy dushmani. Lekin bularga qaramasdan Alloh ularga beraveryapti. Ularning qarshisida har xil eshiklarni ochib qo'yadi. Pul beradi, mashinalar, ayollar, qasrlar, imperiyalar, hukmdorlik beradi. Alloh beraveradi. Nega bunday? Chunki bularning barchasi Allohga ahamiyatsiz, bularning barchasi Alloh uchun qadrsiz. Muvaffaqiyat bu emas. Lekin afsuslanarli joyi, siz bilan biz musulmonlar, siz bilan biz, mana shu din yuborilganlar, ularga hayot berilganlar, insoniyatga eng buyuk ne'mat berilganlar. Eng buyuk ne'mat bu Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam va muqaddas Qur'on, Allohning kitobi. Biz bularni barchasini tark etdik. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini tark etdik. Uning dinini, uning yo'lini, uning sunnatini tark etdik. Nimani evaziga? Bularni barchasini nimani evaziga tashlab qo'ydik? Mana shu uchunmi, dunyo matosigami? Shu dunyo evazigami? Kim bu dunyodan o'zi bilan biror narsa olib keta oldi? Kimdir bu dunyodan ketib o'zi bilan biror narsa olib keta olganmi hech? Lekin biz hali ham o'sha chuqurga yiqilaveramiz. Biz hali ham o'sha xatolarni qilaveramiz. Siz kimning tarafidasiz o'zi? O'zingizga shu savolni berib ko'ring. Siz kimning tarafidasiz? Allohning tarafidami? Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tarafidami? Kimning tarafidasiz? Faqat Allohga qasam, o'zingizni o'sha oxiri yo'q bahonalar bilan aldamang. Hamma gapirishni yaxshi ko'radi, birodarim. Agar faqat gap bilan biz jannatni qo'lga kirita olganik edi, ishoning biz hammamiz jannatning oliy darajalarini egallab bo'lgan bo'lar edik. Lekin sahobiylarga va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarang. Qanchalik kam gapirib, qanchalik ko'p qilishar edi. Biz esa bugun faqat gapiramiz, lekin juda kam amal qilamiz. Siz kimning tarafidasiz? Allohga qasam, birodarim, har bir inson o'zi uchun baxtni qidiradi. Hamma muvaffaqiyatli bo'lishni istaydi. Hammamiz buni xohlaymiz. Bu musulmon bo'ladimi yoki musulmon bo'lmaganlar bo'ladimi? Hamma muvaffaqiyatli bo'lishni istaydi. Hamma baxtli bo'lishni xohlaydi. Har bir inson hammadan oldinda yugurishni xohlaydi. Alloh bizga payg'ambar yubordi, bizga o'zining kitobini yubordi. Qur'onni bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun, bizni baxtga yetaklaydigan yo'lni ko'rsatish uchun. Lekin biz buning barchasidan yuz o'girdik va uni nimalar evaziga almashtirdik? Nimalarga o'girilib ketdik? Mendan tez-tez so'rashadi, "Axi, nega biz bunday baxtsizmiz? Nega bunchalik qiynalyapmiz?" deyshadi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men sizlarni oydin yo'lda qoldirib ketdim. I left you on Men sizlarni to'g'ri va toza yo'lda qoldirdim. ليلها كنهارها. Uning tuni kunidek yoriq. Men barcha toshlari, ozorlarni olib tashladim. Ana endi Allohning nomi bilan so'rayman sizdan. Sizni hojatxonada qanday tozalanishni o'rgatgan inson. Tasavvur qiling, u sizga ko'rsatdi. Nafaqat tozalanishni, balki qaysi qo'l bilan tozalanishni o'rgatdi. Qaysi qo'lni ishlatishni o'rgatdi. Sizga bu narsani shunday tafsilotlari bilan o'rgatgan inson sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatmasdan zalolatda tashlab ketadimi? U zot sizga aniq xaritani chizib berdi. Mendan so'rashida, "Axi, din menga nima uchun kerak?" Hech buni eshitganmisiz? Nega menga din kerak? Men senga javob beraman. Din bizning hayotimizdagi navigatorimiz. Din bu hayotingdagi GPSing. Agar dining bo'lmasa, birodarim, sen shunchaki adashib qolasan. Sen o'zingning istaklaring va orzularingni quvib yurasan. Din bu bizning GPSimiz. Men adashib qoldim, birodarim. Men qayerga yurishni bilmayman, qaysi tarafga, nima qilishni bilmayman. O'zingning GPSingga, navigatoringga yuzlan, diningga yuzlan, uni ishga sol. Boradigan joyingni jannat deb tanla. Mana sening yo'nalishing, mana sening boradigan joying. Olg'a. Lekin yo'q, yana muammo paydo bo'ladi. Mana yo'l oydin-ku. Ko'zingning ostida turibdi. Lekin har kim o'zini professor va olim deb hisoblaydi. Go'yoki yo'q, birodar, u yerga emas. Mana chapga buril, men senga yaqinroq yo'lni ko'rsataman deyshadi. Shu yerdan o'ngga buril, ishon menga, men bu yerda bo'lganman. O'ngga burilish bilan shu zahot boshlanadi. Nima bo'ldi? Men aniq esimda edi. Mana shu yerda daraxt bor edi. Uni chopib tashlashibdi. Chapga burilchi, yo'q, o'ngga ekan. Aslida orqaga qaytaylik. Do'stim, nega sen o'zingni vaqtingni ketkazyapsan? Mana yo'nalish qarshimizda turibdi. Oydin yo'nalish. Yo'limiz aniq belgilangan. Allohga qasam, birodarlar va opa-singillar, bu qoidani tushunishga harakat qiling. Alloh subhanahu va taolo siz bir narsalarni o'ylab topishingizdan ajablanmaydi. Ba'zi odamlarga shunday tuyuladi. Men bilaman, mana bu yerda yo'l turibdi. Lekin men Alloh subhanahu va taologa ta'sirot ko'rsatmoqchiman. Shuning uchun o'zimcha qilib ko'raman yoki nimadir qo'shimcha qilaman. Alloh subhanahu va taolo bundan ta'sirlanmaydi va Alloh subhanahu va taolo sizdan buni istamaydi. Alloh subhanahu va taolo buni aniq qilib qo'ygan. Mana bu mening yo'lim, mana bu mening payg'ambarim. Va siz faqatgina u yurgan yo'ldan yursangizgina muvaffaqiyatga erishasiz. Bundan tashqari har qanday boshqa yo'nalish sizni halokatga yetaklaydi, hatto agar din shiorlari ostida bo'lsa ham. Meni eshiting, agar men biror narsa o'ylab topmoqchi bo'lsam, mana shu yerdan hamma bidatlar boshlanadi. Agar men ibodatning yangicha turini o'ylab topmoqchi bo'lsam, qalbimning tubidan va xolis Alloh uchun bo'lsa ham, mana shu turdagi bidat, agar bu ishni Rasululloh qilmagan bo'lsalar, bu sizni halok qiladi. Nega? Chunki Alloh sizning kashfiyotlaringizga muhtoj emas. Alloh yetarli darajada oydin bayon qilgan. Mana sizlarga yo'l, mana sizlarga yo'nalish va u mukammal ko'rinishda. Agar shu yo'ldan yursangiz muvaffaqiyatga erishasiz. Lekin agar ergashmasangiz, har xil yangi yo'llarni kashf qilar ekansiz, siz o'zingizni halok qilganingiz qoladi.